Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqamiz. Demak, normativ huquqiy hujjat bu nima? Normativ huquqiy hujjat bu O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq qabul qilingan, u majburiy fuqarolarga huquq beradigan, fuqarolarga majburiyat yuklaydigan yoki boshqa shu qoidalarni belgilaydigan rasmiy hujjat hisoblanadi. Endi normativ huquqiy hujjatni qabul qilish huquqi qaysi mansabdor shaxslarda bor? Qaranglar, yodlab olamiz. Birinchisi, albatta Oliy Majlis palatalari, Prezident, Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, idoralar, mahalliy davlat hokimiyat organlari normativ huquqiy hujjatlar qabul qilish huquqiga ega. Undan tashqari, albatta fuqarolar referendum orqali, chunki bizda nima? Demokratiya. Endi normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning asosiy prinsiplari testda tushishi mumkin. Bilasiz, hamisha aytaman, tamoyil prinsip hamisha tushadi. Birinchisi bu konstitutsiyaviylik. Bilsangiz, qonunlar ichida konstitutsiyaviylik prinsipi juda kam, ya'ni beriladigan qonunlarda. Normativ huquqiy hujjatda nimaga berilgan? Chunki normativ huquqiy hujjatlarning har bittasi O'zbekiston Respublikasi nimasiga, konstitutsiyasiga to'g'ri kelishi kerak. Demak, birinchisi bu konstitutsiyaviylik, qonuniylik, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish hamda ularning ustuvorligi. Demak, uchinchisi bu inson huquqlari ustuvorligi, oshkoralik, ilmiylik, ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishning tizimliligi va kompleksligi. Tizimlilik va komplekslik deb yodlayvering va ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishning barqarorligi normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning prinsiplariga kiradi. Ya'ni mana shu prinsiplarga asosan normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Normativ huquqiy hujjat turlari qaysilar? Birinchisi, albatta bu normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning eng asosiysi bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Keyin o'sha keladi bizda qonunlari, O'zbekiston Respublikasi qonunlari. Keyin keladi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qarorlari. To'rtinchisi bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari. Beshinchisi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari. Oltinchisi albatta Vazirlar Mahkamasining shu vazirliklari va idoralarining buyruqlari hamda qarorlari normativ huquqiy hujjat hisoblanar ekan. Endi normativ huquqiy hujjatlar har bittasi o'zidan oldingi turuvchi, yuqoriga turuvchi qonun hujjatiga to'g'ri kelishi kerak. Masalan, o'zi hammasi konstitutsiyaga to'g'ri kelishi kerak, qonunlar konstitutsiyaga shunaqa pastdan yuqoriga ketaveradi. Keyin qonun ustuvorligi, qonunlarni birinchi o'rinda turishi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunlari, normativ huquqiy hujjatlari birinchi o'rinda turadi ustuvorligi, chunki bizada anglosaksonskiy emas, romano-germanskiy oila tizimi huquqdan, chunki bizada birinchi o'rinda qonunlar turadi. Endi qaranglar, O'zbekiston Respublikasi qonunlari Oliy Majlis tomonidan qabul qilinadi. Demak, bunga e'tiborli bo'lasizlar, Oliy Majlis tomonidan qabul qilinar ekan. Keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari qarorlar qabul qiladi. Ya'ni har bitta organni qabul qiladigan normativ huquqiy hujjati bor. Demak, Oliy Majlis qaror qabul qilar ekan. Bu shu qarorlari ijro etish uchun qarorlar tarzida normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Oliy Majlisni bilib oldik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlar va qarorlar qabul qiladi. Vazirlar Mahkamasi qarorlar qabul qiladi. Vazirlik va vazirlik va idoralar buyruqlar hamda qarorlar qabul qiladi. Qaysi biri nima qabul qilishini iltimos sizlardan juda ham e'tiborli bo'lib yodlanglar. Mahalliy davlat hokimiyatlari esa qarorlar qabul qiladi. Bu xalq deputatlar, viloyat, tuman, shahar kengashlari o'z vakolatlari doirasida qarorlar va hokimlar ham bilasiz, qarorlar qabul qiladi. Xo'p, normativ huquqiy hujjatlarning o'zaro nisbati, ya'ni bir-biriga noto'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Qaranglar, agar normativ huquqiy hujjat bir-biriga noto'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu yerda organni, ya'ni qaror qabul qilgan organni mansabiga qaraladi. Hokim ham qaror qabul qildi, Oliy Majlis ham qaror qabul qildi. Lekin hokim qabul qilgan qaror Oliy Majlisiga, unikiga qarama-qarshi. Qaysi biri yuqori yuridik kuchga ega bo'ladi. Bunday holatda yuqori turuvchi organ Oliy Majlis bo'lganligi uchun Oliy Majlisniki yuqori turuvchi hisoblanadi. Endi yana bitta narsa. Ikki xil qonun hujjat, ikki xil tenga nimaga huquqqa ega bir xil vakolatli organ, masalan, hokim qaror qabul qildi. Bir-birinikiga sal to'g'ri kelmayapti.
biz bittasida boshqacha yozilgan, lekin ikkalasi ham konstitutsiyaga to'g'ri kelyapti. Demak, qaysi biriniki olinadi desangiz, oxirgi qabul qilganniki olinadi. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladigan narsa bu normativ huquqiy hujjatni tayyorlagandan keyin bu normativ huquqiy hujjat loyihasini ekspertizasi bor. Ya'ni qonunni qabul qilishdan oldin ekspertiza o'tkazilishi shart. Ikkita ekspertiza majburiy o'tkaziladi. Bu birinchisi bu huquqiy, ikkinchisi korrupsiyaga qarshi ekspertiza majburiy o'tkaziladi har bitta qonunga. Shartni bilib oldik. Endi qonun chiqarayotgan organ o'zi xohishiga ko'ra iltimos qilishi mumkin. Shu ekspertiza o'tkazib bering deb, bu iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, lingvistik, ekologik ekspertizalar o'tkazilishi mumkin. Ekspertizani bilasiz, huquqiy ekspertizani va korrupsiyaga qarshi ekspertizani O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi o'tkazadi. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Qaranglar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari, Oliy Majlis palatalarining qonunlari bu qonunlar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, vazirliklarning qarorlari, idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari qonun ostida hujjatlar hisoblanadi. Farqini tushunib olinglar, xo'p? Demak, yodlab olishinglar kerak bo'ladi. Asosiy joylari shu normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning endi imtihonda tushish ehtimoli bor joylari shu. Hammaga rahmat, charchamanglar.